Inshaalloh keyingi darsimiz qo'shnining haqqi, undan keyingi dars muallimlarning haqqi xususida bo'ladi. Musulmon kishi farzandini mana shunday tarbiya qilishligi kerak. U o'zini bolasiga ota-onaning haqqini tanitadi, qarindoshlarning haqqini tanitadi, qo'shnilarning haqqi, murabbiylarning haqlarini barchasini tanitadi. Bu darsimiz birodarlar ijtimoiy tarbiyaning bir qismi. Ammo tarbiyaning eng afzal va eng foydali uslubi ibrat bo'lish. Bolalarimizga o'zimiz agar ibrat bo'lsak, bolalarimiz bizdan ko'rib oson o'rganadi. Chunki islomni hayotda biz tarjimoni bo'lishimiz kerak o'zimiz yurishtirishimiz bilan. Zero qush inida ko'rganini qiladi. Alloh subhanahu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'shni haqida aytgan hadislari. Yaxshi qo'shnichilik deganda faqatgina qo'shniga ozor bermaslikni tushunmaslik kerak. Bu musulmon uchun salbiy holat bo'ladi. Qo'shnimga yomonligim yo'q deb faxrlanmang. Qo'shnimga yomonligim tegmaydi meni deyotganingiz bu uyat bu. Bu siz uchun salbiy holat. Qo'shniga yaxshilik qilishlik degani nima degani? Musibat yetsa ta'ziya bildirish, xursandchilik yetsa muborakbod qilish, agar kasal bo'lsa ziyorat qilish, qiylanib qolgan bo'lsa moddiy, ma'naviy yordam ko'rsatish, salom berish, nasihat qilish, qo'yingki ikrom ko'rsatish deb tushuniladi.